Mana bu tomonda hop mana 4 ta besetka. Ana shu besetkalarda hop sihatxohgohda dom oluvchilar hammasi kelib o'tirib suhbat qilishadi. Mana shu dam oluvchilardan biri mana hozir yo'lakda yurib kelyapti. Assalomu alaykum. Mana bu tomonda ko'katli yo'lakchalarning yonida plashatka bor. Bularga suv bilan sug'orilib har doim qarab boriladi. Mana bu tomonda magazin bor. Mana 1, 2, 3, 4 ta besetkalar. Besetkalarning u tomonida hop besetkaning u tomonida hop besetkaning u tomonida mana shu sihatgohda glavniy korpusi. Bu yerda dam oluvchilar yotib pastida ovqatlanib, fizioterapiya xonalari bor. Mana shu yerda hamma sharoit yetarli. Faqatgina kelib dam olsa shuni o'zi yetadi. Chunki mana bizga o'xshagan nuroniylarga hamma sharoit yetkazilgan. Kerak bo'lsa ovqatlarni o'zlari yuqoriga chiqarib berib, ovqatlarni o'zlari chiqarib berib yordam beryapti. Shu uchun ana shu holatni ko'rib bemalol mana bu bosh korpusi. Ana shu bosh korpusini hozir olaman. Ana shuni ko'rasiz, ana shu yerdan kirib boradi. Hamma. Xo'p. Mana bu yerda fontani bor. Fontani. Bu fontani issiq kunlarda svetnoy ranglar berib yonadi. Ikki tomonlarida gulxonalari mana. Gulxona ikki tomonda katta plashatka. Ana shu yerda o'tirib bemalol suhbat qilsa bo'ladi. Mana xo'p. Mana bu stalovoy bu hozirgi paytda bu stalovoylar ishlamaydi. Mana otaxon dam olib o'tiribdilar. Hozir otaxon bilan ham gurung qilamiz. Marhamat, ana dam oluvchi otaxon 80 ga kiradi. Mana gullar. Ana bu gullarni rahmatli do'stimiz juda ham did bilan joylashtirgan. Hop. Mana otaxonimiz telefon qilib gurung qilyapti.